Bu kelinchaklar uchun maxsus yasalgan ekan. Opa singillarimiz uchun tandirlarda, ya'ni Optim birinchi qo'l usta akalarimiz o'zlari ishlab chiqarar ekanlar. Narxlari nech pul bo'lyapti va dastavka xizmatlari qayer bo'ylab bo'lyapti, hamma ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa foydali videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlaring mumkin. Tandir qidirib yurgan aka-uka, opa-singillarimizga podrelsiya tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Undan tashqari bu yerda ko'rishlaring mumkin, kelinchaklar uchun ham tandirlar bor ekan. Operator keling. Mana shu ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Bu kelinchaklar uchun maxsus yasalgan ekan. Bularning narxlari qanday bo'lyapti? Hattoki zakaz asosida ham usta akalarimiz yasab berishar ekan. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Biz batafsil ma'lumotni Tojik Karim akadan olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, bu xudo xolasa tandirlarni o'zlaringiz yasaysiz-da, to'g'rimi? Bu maxsus turpoqdan tayyorlanadi-da, to'g'rimi? Ha, Qashqadaryodan olib kelamiz. Qashqadaryodan, ha? Aha. Bu necha yilga garantiya beramiz bu tandirlarni? Endi qurishga bog'liq. Yaxshilab bo'lsa 5 yil ishlataveradi endi. Ha, ya'ni ustanovka qilishiga bog'liq. Ustaga bog'liq. Aha, zo'r. Qarang, narxlari qanday bo'lyapti 2025-yil? Endi tandirlarimiz narxi mana maydalar 10 ta 12 talar 250 dan katta degan sari 400 gacha bor. 400 gacha bor, ha? Keling, mana shu yerdan bu katta diametrlarigacha hattoki zakazga ham yasab berasiz, to'g'rimi? Navoiychi akalarimiz ham kuzatishadi bizni kanalda. Ya'ni zakazga yasaydigan bo'lsa, u qanday hisoblanadi? U kelishilgan holda nima qilib yasab? Kelishilgan holda. Akamizning nomerlari pastga bo'ladi, Telegram, WhatsApp bor. Katalog so'rasalang, katalog ham tashlab berishadi. Qanaqa hajmdagi kerakli bo'lsa, katalog so'rasalang, katalog tashlab berishadi. Keyin aka, dastavka xizmatlar, mana dastavkani ko'rsatishingiz mumkin. Dastavka mashinalari bor. Manzilimizni aytadigan bo'lsak, Samarqand viloyat, ya'ni Elpak mahallasi bo'ladi-da, to'g'rimi? Tayloq tumani. Tayloq tumani, Elpak mahallasi. Dastavka xizmatlari qayer bo'ylab qilib beramiz? Viloyat bo'yicha, Samarqand viloyati. Samarqand viloyati bilan. Agarda bizni boshqa viloyatdan ham kuzatishadi, boshqa viloyatlarga telefon qilishsa, xudo xolasa dastavkasi qanday bo'ladi? Kelishilgan holda. Kelishilgan holda bexijolat telefon qilsalang bo'ladi, ya'ni ma'lumot berishadi. Bu yerda ko'rishlaring mumkin. Qarang aka, bizni Rossiyadan kuzatishi mumkin. Shu Rossiyaga dastavka ham qila olamizmi? Endi bilmayman. Olib ketyapti, lekin o'zlari biz nima qilib beryapmiz. Aha. Kesib turtga bo'lib beradi, to'g'rimi? Bo'lib, nomer qo'yib beryapti, o'zlari olib ketyapti. O'zlari olib ketadi. Ya'ni turtga shunday bo'linadi-yu, upakovka qilib, dastavka qilib yuborishadi. Xudo xolasa akamizdan batafsil ma'lumotni yanada olsalaring bo'ladi. Keyin aka, hammaga qiziq, kelinchaklar uchun ham tandir qilyapsizlar. Kelinchak tandir deyiladi. Aha, kelinchak tandir. Operator keling. Bunimizga endi nechta non chiqadi? Ularga 12 tadan 16 tagacha, 18 talarga zakazga qarab yasaveramiz. Zakazga qarab, ha? Endi qarang, mana shu katta tandirimizga nechta non ketadi? 20 ta ketadi. 20 ta non ketadi, ha, mana shunga. 20 ta. Aha, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin buni kelinchaklar tandirini ham boyagidan 10 talik ketadigandan ham qilib beraveramiz, to'g'rimi? Beraveramiz. Operator keling. Mana shu tarafdan ko'rsating. Bu maxsus tayyorlangan ekan-da, to'g'rimi? Aha, zo'r. Bu ham shu nonni hajmiga qarab, nonni hajmiga qarab. Hajmiga qarab narxlanadi. Hozir mana shu imina nech pulga tayyor? Bular 300 mingdan. 300 mingdan, ha? Zo'r. U kattasichi? Kattalar 400 ming. 400 ming, ha? U 20 talik non. 20 talik. Aha, zo'r. Pastga nomerlarni qoldiramiz. Batafsil ma'lumotni akamizdan olsalaring bo'ladi. Agarda u savdo obzor kanalidan oldim deb telefon qiladigan bo'lsalaring, skidka hamda bonuslar bo'ladi. Bu tandirlarimizni olib sotarlarga ham yasab beraveramizmi? Kelishamiz, ko'ramizda, nima bo'lsa. O'zimizda texnika bor, ikkita. Ikkita texnika bor. Yetkazib beramiz. Yetkazib beradilar. Aka, kattakon rahmat bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz. Rahmat. Do'stlar, video yoqimsa bir dona like bosib, mana shunaqa tandir, ya'ni kelinchaklar uchun tandirlar qidirib yurgan aka-uka, opa-singillarimizga podrelsiya tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz.